kirish. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan juda muhim, hatto shoshilinch xabar bilan bo'lishmoqchiman. Bu xabar ayniqsa aziz nafaqaxo'rlarimizga tegishli bo'lib, har biringizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz nafaqa olsangiz yoki oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa, ushbu videoni 1 daqiqasini ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qilishingiz shart. Negaki siz bilmagan ba'zi nozik jihatlar tufayli sizga tegishli bo'lgan pul mablag'laridan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki amaliy ko'rsatmalar beriladigan, sizning manfaatdorligingizni ta'minlashga qaratilgan chaqiriqdir. Shu sababli hozirroq kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa shuncha yaxshi. Keling kechiktirmasdan asosiy masalaga o'tamiz. Asosiy muammoning mohiyati avvallari nafaqa tizimi nisbatan sodda, ammo ba'zan noaniq qoidalar bilan ishlardi. Ko'p hollarda nafaqa miqdorini hisoblashda ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish, ularni tasdiqlash jarayoni ancha murakkab va vaqt talab qilardi. Masalan, 9 yillarda ishlagan fuqarolarimizning ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni arxivlardan topish yoki korxonalar tugatilgan bo'lsa, umuman ilojsiz bo'lib qolardi. O'sha davrlarda kompyuter texnologiyalari hozirgidek rivojlanmaganligi sababli hujjatlar ko'pincha qog'oz shaklida saqlanar, ularning yo'qolish xavfi yuqori bo'lardi. Natijada odamlar o'zlariga tegishli bo'lgan to'liq nafaqa miqdorini ola olmasdilar. Chunki ma'lumotlar yetishmasdi yoki ularni tasdiqlash uchun yillar o'tar edi. Yoki ba'zi turdagi imtiyozlar, qo'shimcha to'lovlar haqida aholi orasida umumiy ma'lumotlar yo'q edi. Odamlar faqat qaysidir qo'shnisi yoki tanishidan eshitib, keyin ularni izlab yurardi. Bu esa doim ham samara bermasdi. Pensiya jamg'armasi xodimlari ham har bir nafaqaxo'rga alohida tushuntirishga ulgurmasdi. Chunki ularning soni cheklangan, murojaatchilar soni esa juda ko'p edi. Bu holatda nafaqaxo'rning o'zi faol bo'lishi, hamma ma'lumotni o'zi izlash kerak edi. Biroq yaqin o'tgan davrda nafaqa ta'minoti tizimida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Davlatimiz nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan qator qonun hujjatlarini qabul qildi. Ularning ba'zilari 2023-2024 yillarida kuchga kirdi. Eng muhimi endi nafaqa hisoblash va to'lashda shaffoflikni oshirish, inson omilini kamaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun raqamli texnologiyalar, elektron bazalar joriy etilmoqda. Ammo bu o'zgarishlar ham hamma uchun birdek tushunarli emas. Ba'zi imtiyozlar faqat muayyan toifadagi nafaqaxo'rlarga beriladi, ba'zilari esa sizning faolligingizni talab qiladi. Eng muhimi, ba'zi o'zgarishlar shu qadar tez amalga oshirilmoqdaki, ko'pchilik ulardan bexabar qolmoqda. Ba'zi imtiyozlarni olish uchun muayyan muddatlar belgilangan bo'lishi ham mumkin. Aynan shu sababli men bugun sizga ushbu o'zgarishlarning eng muhim jihatlarini tushuntirib berishni maqsad qildim. Siz haqingizda g'amxo'rlik qilayotgan davlat tomonidan taqdim etilayotgan imkoniyatlardan foydalanib qolishingiz lozim. Eski qoidalarga qarab o'tirsangiz, yangi imkoniyatlarni bo'y berishingiz hech gap emas. Bu xuddi telefoningizda yangi ilova chiqsa-yu, siz uni eskisidek ishlatishda davom etsangiz, uning yangi funksiyalaridan foydalana olmaganingizga o'xshaydi. Tizim avtomatlashmoqda, lekin ba'zi narsalar sizning aralashuvingizni talab qiladi va aynan shu aralashuv sizga sezilarli foyda keltirishi mumkin. Asosiy qo'yisim bil. Batafsil tushuntirish, nima bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Hozirgi kunda nafaqa ta'minoti tizimida bir nechta muhim yangiliklar mavjud bo'lib, ularni har bir nafaqaxo'r bilishi shart. Avvalo, nafaqa miqdorini indeksatsiya qilish, ya'ni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirish jarayoni muntazam tus olgan. Ilgari bu jarayon ba'zan turg'unlikka uchrar, ba'zan esa aholining real daromadlari pasayib ketardi. Hozir esa hukumat nafaqa miqdorini muntazam ravishda qayta ko'rib chiqish va oshirish mexanizmini joriy etgan. Bu odatda avtomatik tarzda, ya'ni tegishli qonun hujjatlari qabul qilinganda amalga oshiriladi. Biroq bu avtomatik ravishda sodir bo'ladi deb o'ylash xato. Ba'zi hollarda qo'shimcha to'lovlar yoki nafaqaning maxsus turlari uchun sizning arizangiz yoki murojaatingiz talab qilinishi mumkin. Aynan bu joyda ehtiyot bo'lish va o'z haqingizni bilish zarur. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bu misollar sizga vaziyatni to'liqroq tushunishga yordam beradi. Bir misol: ish staji bilan bog'liq noaniqliklar. Tasavvur qiling, Opa Adolat ismli fuqaro 1906 yilda tug'ilgan.
U umrining 35 yilini maktabda o'qituvchilik qilib o'tkazgan. Uning nafaqasi 2010-yilda tayinlangan va shu vaqtdan beri unga ma'lum bir miqdorda nafaqa to'lanadi. Ammo opa Adolat 1990-yillarning boshida 2 yil davomida kolxozda ham ishlaganini esladi. O'sha paytda kolxozda beriladigan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq qayd etilmagan bo'lishi mumkin yoki ish stajini tasdiqlovchi hujjatlari, ya'ni mehnat daftarchasidagi yozuvlar juda o'qisiz bo'lgan. Ehtimol kolxoz rahbariyati mehnat daftarchasiga yozuv kiritishda xatolikka yo'l qo'ygan yoki ma'lumotni to'liq yozmagan. Avvallari bu holatda uning bu 2 yillik stajini tasdiqlash juda qiyin edi. U arxivga borishi, kolxoz rahbariyatini izlashi, qo'shimcha guvohlarni topish kerak bo'lardi. Bu esa ko'pincha bir necha oyga cho'zilib ketadigan byurokratik jarayon edi. Ko'pchilik esa shu qiyinchiliklarga duch kelgach, qo'l siltab qo'yishga majbur bo'lardi, chunki natijasi kafolatlanmagan edi. Endi esa vaziyat boshqacha. Mavjud elektron tizimlar, xususan Yagona milliy mehnat tizimi va YMMT orqali. Agarda uning ish staji haqidagi ma'lumotlar ushbu elektron bazaga kiritilgan bo'lsa, bu 2 yil uning umumiy stajiga hech qanday qiyinchiliksiz qo'shilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi endilikda YMMTdagi ma'lumotlarga asoslanadi. Agar uning ishlaganligi haqidagi ma'lumotlar YMMTda mavjud bo'lsa, u hech qanday qiyinchiliksiz nafaqasini qayta hisoblatishi mumkin. Tasavvur qiling, uning nafaqasi 20 million 800 ming so'm bo'lsa, 2 yillik qo'shimcha staj uning nafaqa miqdorini o'yiga taxminan 2 ming so'mga oshirishi mumkin. Bu 1 yilda 6 ming so'm degani, bu esa hech ham o'z pul emas. Opa Adolat pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z ish stajini qayta ko'rib chiqishni so'rash kerak. Uning uchun shu 2 yillik ish stajining elektron bazada mavjudligi yoki uni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar. Masalan, arxivdan olingan ma'lumotnoma mavjudligi muhim. Aynan kim xavotir olishi kerak? Ish stajida uzilishlari bo'lganlar, ayniqsa 1990-2000 yillarda turli korxonalarda ishlaganlar. Ammo mehnat daftarchasida yozuvlari noaniq yoki to'liq bo'lmaganlar. Shuningdek, ishlagan korxonalari tugatilib ketganlar. Ular YMMTdagi ma'lumotlarni tekshirib, agar yetishmayotgan staj bo'lsa, uni tiklashga harakat qilishlari kerak. Kim xavotir olmasligi kerak? Ish staji to'liq va aniq hujjatlashtirilgan, barcha ma'lumotlari elektron tizimda mavjud bo'lganlar. Ular uchun nafaqani qayta hisoblash masalasi avtomatik ravishda hal bo'lgan bo'lishi ehtimoli yuqori. 2 misol. Bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandiga qaragan onalar uchun imtiyoz. O'zbekistonda bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandiga umumiygacha yoshga to'lgunga qadar qaragan onalar uchun alohida imtiyozlar mavjud. Bu ayollar kamida 5 yil mehnat stajiga ega bo'lgan taqdirda nafaqa yoshiga 5 yil muddatga erishgandan so'ng nafaqaga chiqish huquqiga ega bo'ladilar. Ya'ni ular umumiy qabul qilingan yoshdan ayollar uchun 15 yosh ertaroq nafaqaga chiqishlari mumkin. Bu imtiyoz ularning moddiy ahvolini ancha yaxshilaydi. Masalan, 1907-yilda tug'ilgan bir ayolimiz bor. İsmimiz Gulnora opaning farzandi tug'ilgandan beri nogironligi bor. Gulnora opa farzandiga 10 yil davomida qaragan va shu vaqt ichida rasman ishlamagan. Uning umumiy mehnat staji atigi 7 yil. Avvallari u faqat qonun bilan belgilangan yoshga yetganligi nafaqaga chiqishi mumkin edi va uning nafaqa miqdori ham juda kam bo'lardi, chunki staji kam. Endi esa u 5 yil erta, ya'ni ehrim yoshda nafaqaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Bu uning nafaqa olish muddatini sezilarli darajada uzaytiradi. Bundan tashqari, uning ushbu farzandiga qaragan davri ham 18 yoshga to'lgunga qadar. Lekin jami 10 yildan ortiq bo'lmagan holda mehnat stajiga hisoblanadi. Demak, Gulnora opaning stajiga yana 10 yil qo'shiladi va u jami 22 yillik staj bilan nafaqaga chiqish huquqini qo'lga kiritadi. Agar Gulnora opa ushbu imtiyozdan bexabar bo'lsa va tegishli hujjatlarni, farzandining tug'ilish guvohnomasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma va boshqalar taqdim etmasa, u 5 yil davomida nafaqa ola olmasdan qolishi mumkin. Bu har bir oyda 1 million 200 ming so'm nafaqa olgan taqdirda 5 yil ichida jami 2 million so'mdan mahrum bo'lishi mumkin degani. Bu o'ta muhim imtiyoz bo'lib, har bir onaning hayotida katta yordam bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandiga qarab, nafaqa olish yoshiga yetmagan, ammo yaqinlashgan onalar. Ular o'z stajlari yetarli ekanligiga va kerakli hujjatlarni yig'ishga ishonch hosil qilishlari shart. Kim xavotir olmasligi kerak? Bunday vaziyatga ega bo'lmaganlar yoki allaqachon tegishli imtiyozlarni rasmiylashtirganlar. 3 misol.
nafaqa miqdorini oshirishda oilaviy holatning o'rni. Ba'zi holatlarda nafaqaxo'rning oilaviy ahvoli uning nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashayotgan nafaqaxo'rlarga yoki qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lganlarga qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Bu qo'shimcha to'lovlar odatda nafaqaning muayyan foizi sifatida belgilanadi va jiddiy yordam bo'ladi. Aytaylik, turg'un amaki yetim yoshda. U yolg'iz yashaydi va nafaqa oladi. Uning nafaqasi 2 million so'm. Uning nabirasi bor. U talaba va turg'un amakining qaramog'ida yashaydi. Ya'ni u ota-onasiz yoki ota-onasi tomonidan ta'minlanmaydi. Avvallari turg'un amaki bu haqda hech kimga aytmagan va shuning uchun qo'shimcha to'lov olmagan. Chunki bunday imtiyozlar haqida bilmagan. Endi esa qonunchilikka ko'ra qaramog'idagi mehnatga layoqatsiz oila a'zosi uchun uning nafaqasiga qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Bu har bir qaramog'idagi shaxs uchun nafaqaning muayyan foizi miqdorida bo'ladi. Masalan, nafaqaning 10%, ya'ni 200 ming so'm. Turg'un amaki yilga 2 million 500 ming so'm qo'shimcha mablag' olishi mumkin. Bu juda sezilarli yordam hisoblanadi. Ayniqsa talabani o'qitish va boqish xarajatlari yuqori bo'lgan bugungi kunda. Bu nafaqa talaba nabirasiga, balki oilaning umumiy moddiy ahvolini yaxshilashga xizmat qiladi. Kim xavotir olishi kerak? Yolg'iz yashayotgan nafaqaxo'rlar, qaramog'ida nogironligi bor oila a'zosi, talaba yoki maktab o'quvchisi, ota-onasiz yoki ota-onasi tomonidan ta'minlanmaydigan bo'lgan nafaqaxo'rlar. Ular bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lumot berib, tegishli hujjatlarni taqdim etishlari shart. Kim xavotir olmasligi kerak? Oilaviy ahvoli o'zgarmagan yoki allaqachon tegishli imtiyozlarni olib kelayotganlar. Ularga odatda qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. Asosiy quysim 2 qoidalarning istisnolari tuzoqlar va aniq bo'lmaydigan nozik nuanslar. Nafaqa tizimi ko'pincha ko'rinadigandan murakkabroq bo'ladi. Ba'zi qoidalar hamma uchun birdek qo'llanilmaydi. Ba'zilar esa sizni adashtirishi mumkin. Bu esa sizga tegishli bo'lgan imtiyozlarni ololmay qolishingizga sabab bo'lishi mumkin. Keling, shu kabi nozik nuanslarga chuqurroq nazar solaylik. 1. Qayta hisoblash muddati va cheklovlar. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z nafaqalarini qayta hisoblatishni xohlaganlarda. Bu jarayon faqat ma'lum bir muddat uchun amal qilishini bilishmaydi. Masalan, sizning ish stajingizda xatolik bo'lganligini 5 yil o'tib aniqladingiz. Avvalgi qoidalar bo'yicha siz ushbu xatoni tuzatish orqali oxirgi 3 yildagi kam to'langan nafaqa summasini qaytarib olishingiz mumkin edi. Yangi qoidalar esa bu muddatni kengaytirgan bo'lishi mumkin yoki muayyan holatlarda umuman cheklovlarni olib tashlagan bo'lishi mumkin. Hukumat nafaqaxo'rlarga nisbatan har doim adolatli bo'lishga intiladi. Lekin agarda siz kechikib murojaat qilsangiz, avvalgi to'lanmagan pullarni to'liq qaytarib ola olmasligingiz ehtimoli bor. Masalan, siz 10 yil oldin ishdan ketgan bo'lsangiz va o'shanda sizga noto'g'ri nafaqa hisoblangan bo'lsa, siz bugun murojaat qilib, o'sha 10 yillik farqni to'liq undirib ola olmaysiz. Odatda qayta hisoblash murojaat qilingan kundan boshlab yoki oxirgi 1 yillik davr uchun amal qilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, har bir o'tkazib yuborilgan kun sizning potensial daromadingizning bir qismini yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish juda muhimdir. Agar sizga ilgari noto'g'ri nafaqa hisoblangan deb hisoblasangiz, bugun harakatni boshlang, chunki kechikkan har bir kun sizga moddiy zarar keltirishi mumkin. 2. Ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun o'ziga xosliklar. Mamlakatimizda ko'plab nafaqaxo'rlar hali ham mehnat faoliyatini davom ettirmoqdalar. Bu juda yaxshi holat, chunki ular o'z tajribalari bilan yoshlarga o'rnak bo'lib, iqtisodiyotga hissa qo'shadilar. Biroq ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun nafaqa hisoblashda ba'zi o'ziga xosliklar mavjud. Ba'zi hollarda agar siz nafaqa olib turib ishlashni davom ettirsangiz, sizning ish haqingizdan ijtimoiy soliqlar to'lashda o'ziga xos yondashuvlar mavjud. Bu sizning kelajakdagi nafaqangizni qayta hisoblashda yoki qo'shimcha pensiya jamg'armalarini shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Ya'ni siz ishlayotgan davrda qilgan ijtimoiy to'lovlar avtomatik ravishda sizning nafaqangizga qo'shilmasligi mumkin. Buning uchun sizning arizangiz talab qilinadi. Masalan, agar siz yana bir necha yil ishlashda davom etsangiz, sizning umumiy ish stajingiz oshishi bilan birga keyinchalik sizning nafaqangiz qayta hisoblanib, sezilarli darajada oshishi mumkin. Ammo ba'zi nafaqaxo'rlar buni bilmaydi va shunchaki ishlashda davom etadi. Keyinchalik bu haqda bilganida o'z vaqtida murojaat qilmaganligidan afsuslanadi.
Agar siz nafaqada bo'lsangiz va ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, vaqti bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, nafaqangizni qayta hisoblash imkoniyatlarini o'rganishingiz tavsiya etiladi. Ba'zi imtiyozlar faqat ishlamaydigan nafaqaxo'rlar uchun belgilangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu farqlarni bilish muhimdir. Har bir nafaqaxo'r o'z ish beruvchisidan to'langan ijtimoiy to'lovlar haqida ma'lumot olishi va uni pensiya jamg'armasiga taqdim etishi lozim. Axborot texnologiyalaridan foydalanishda to'siqlar. Nafaqa tizimida raqamlashtirish jarayoni faol olib borilmoqda. Ko'plab ma'lumotlarni endi elektron tarzda olish, arizalarni onlayn topshirish mumkin. Bu juda qulaylik, ayniqsa uzoq hududlarda yashovchi yoki jismoniy imkoniyatlari cheklangan nafaqaxo'rlar uchun. Biroq ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz internetdan yoki zamonaviy gadjetlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Masalan, davlat xizmatlari markazlari orqali yoki IDXP, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myboykokub.uz orqali nafaqa hisoblash haqida ma'lumot olish, arizalar qoldirish mumkin. Lekin ko'pchilik bu haqida bilmaydi yoki bilgan taqdirda ham ulardan qanday foydalanishni tushunmaydi. Chunki ularda tegishli ko'nikmalar yo'q. Natijada ular ushbu qulayliklardan foydalana olmay, hali ham eski usulda. Ya'ni pensiya jamg'armasi bo'limlariga shaxsan borishga majbur bo'lishadi. Bu esa ortiqcha vaqt va mablag' sarflashga, yo'l xarajatlariga navbat kutishga olib keladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz internetdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yosh oila a'zolaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ulardan masalan, davlat xizmatlari portalidagi shaxsiy kabinetingizga kirib, sizga tegishli ma'lumotlarni tekshirishni yoki ariza qoldirishni so'rashingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlarida ham xizmat ko'rsatuvchi xodimlar har doim yordam berishga tayyor. Bu sizga katta vaqt va nervlarni tejaydi. Shuningdek, tezroq natijaga erishishga yordam beradi. 4. Chet elda ishlagan stajni hisoblash masalasi. Hozirgi kunda chet elda mehnat faoliyatini olib borgan fuqarolarimiz soni ancha ko'p. Avvallar ularning chet elda ishlagan stajini O'zbekistonda nafaqa hisoblashda hisobga olish juda murakkab jarayon edi. Ba'zan esa umuman imkonsiz edi. Chunki har bir davlatning nafaqa qonunchiligi o'ziga xos hujjatlarni legallashtirish, ularni tarjima qilish va tasdiqlash uzoq vaqt olardi. Lekin hozirgi kunda O'zbekiston bir qator davlatlar bilan nafaqa ta'minoti sohasida xalqaro shartnomalar imzolagan. Bu shartnomalar tufayli ma'lum davlatlarda ishlagan stajni O'zbekistonda nafaqa hisoblashda inobatga olish imkoniyati paydo bo'ldi. Masalan, agar siz Rossiya Federatsiyasida, Turkiya yoki Qozog'istonda rasman ishlagan bo'lsangiz, u yerda to'lagan ijtimoiy to'lovlaringiz va ish stajingiz sonidagi nafaqangizni hisoblashda inobatga olinishi mumkin, ammo bu avtomatik ravishda sodir bo'lmaydi. Siz tegishli hujjatlarni, ish staji, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, soliq to'lovlari haqidagi hujjatlar va boshqalar to'plab pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz bu imkoniyatdan bexabar bo'lsangiz, siz o'zingizga tegishli bo'lgan nafaqa miqdorini sezilarli darajada kamroq olishingiz mumkin. Bu juda muhim nuans. Ayniqsa chet eldan qaytib kelgan yoki yaqinlari chet elda ishlagan nafaqaxo'rlar uchun. Hujjatlarni tarjima qildirish va notarial tasdiqlatish ham ba'zi xarajatlarni talab qilishi mumkin. Ammo bu xarajatlar ko'pincha kelajakda olinadigan qo'shimcha nafaqa hisobiga o'zini oqlaydi. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz aynan nima qilishingiz kerak? Bu qadam-baqadam ko'rsatmalar sizning huquqlaringizni himoya qilish va maksimal nafaqa olishingizni ta'minlashga qaratilgan. Diqqat bilan tinglang va amal qiling. Bir qadam, mehnat stajingizni to'liq tekshiring. Bu birinchi va eng muhim qadam. Hatto siz allaqachon nafaqada bo'lsangiz ham, mehnat daftarchangizni olib, undagi har bir yozuvni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Ayniqsa 1990-2000 yillarda ishlagan davrlarga alohida e'tibor bering. Agar biron bir joyda noaniqlik o'chirilgan yozuv, sana yoki korxona nomi yozilmagan joylar bo'lsa, bu sizning stajingizni noto'g'ri hisoblashga olib kelishi mumkin. Mehnat daftarchangizga ishonmasdan pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, Yagona milliy mehnat tizimidagi ma'lumotlaringizni solishtiring. IMMTda sizning ish stajingiz elektron shaklda mavjud bo'lishi kerak. Agar u yerda ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, demak sizning ish beruvchingiz o'z vaqtida ma'lumotlarni kiritmagan. Bunday holatda sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, korxonaning arxividan olingan ma'lumotnomasi, buyruq nusxalari yoki ish haqi to'lovlari haqidagi hujjatlar.
bu ma'lumotlarni yig'ishga erinmang. Chunki ular sizning kelajakdagi nafaqangiz miqdorini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. 2 qadam pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sizda har qanday savol tug'ilganda o'zingizga tegishli bo'lgan pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishingiz yoki agar imkoningiz bo'lsa, davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My Bokokubuz orqali masofadan turib murojaat qilishingiz mumkin. Aynan pensiya jamg'armasi xodimlari sizning shaxsiy holatingizni to'liq o'rganib chiqib, qaysi imtiyozlarga ega ekanligingizni va nafaqangizni qayta hisoblash imkoniyatlari mavjudligini aniqlab berishadi. Ular sizga qonun doirasida barcha kerakli maslahatlarni berishlari shart murojaat qilayotganda. Barcha mavjud hujjatlaringizni, pasport, mehnat daftarchasi, diplom, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilish guvohnomalari, nogironlik haqidagi ma'lumotnomalar va boshqalar o'zingiz bilan olishni unutmang. Hatto ahamiyatsizdek tuyulgan hujjat ham juda muhim bo'lishi mumkin. Hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarni ham olib borish tavsiya etiladi. Uch qadam qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Bu sizning holatingizga bog'liq bo'ladi. Lekin umumiy qilib quyidagilar talab qilinishi mumkin. Asl shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlaydi. Mehnat daftarchasi. Bu asosiy hujjat hisoblanadi. Agar elektron mehnat daftarchasi mavjud bo'lsa, uning ma'lumotlari muhim. Agar qog'oz mehnat daftarchasida yozuvlar mavjud bo'lsa, ularni to'liq tekshirish zarur. Maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar sizning maoshingiz haqidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasida mavjud bo'lmasa, oxirgi 5 yillikdagi ishlagan joyingizdan yoki nafaqa hisoblash uchun tanlangan eng qulay 5 yil davridagi maosh to'g'risida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu ma'lumotnoma belgilangan shaklda bo'lishi kerak. O'qish yoki harbiy xizmat haqidagi hujjatlar. Agar o'qigan yoki harbiy xizmat o'tagan bo'lsangiz, diplom, harbiy bilet kabi hujjatlar stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan davrlarni tasdiqlaydi. Nikoh guvohnomasi. Bolalarning tug'ilish guvohnomalari oilaviy ahvolingizni tasdiqlash uchun. Ayniqsa bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandga qaragan onalar uchun bu juda muhim. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar sizning o'zingizda yoki qaramog'ingizda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMI xulosasi talab qilinadi. Chet elda ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar chet elda ishlagan bo'lsangiz, u yerdagi mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ijtimoiy to'lovlar haqidagi hujjatlar. Ularning o'zbek tiliga tarjimasi va notarial tasdig'i talab qilinishi mumkin. Bu hujjatlarni yig'ishga alohida e'tibor bering. 4 qadam. Ariza yozish tartibi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda sizdan ariza yozish talab qilinadi. Arizada siz o'z ism-sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingizni ko'rsatishingiz va murojaatingizning mohiyatini aniq bayon etishingiz kerak. Masalan, nafaqa miqdorini qayta hisoblashni so'rayman. Chunki mening mehnat stajimda quyidagi davrlar inobatga olinmagan deb hisoblayman. Yoki bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandimga qaraganim uchun menga imtiyozli nafaqa tayinlashni so'rayman kabi. Arizaning pastki qismida murojaat sanasi va imzo bo'lishi shart. Agar sizda biron bir hujjat yetishmasa yoki qandaydir aniqliklar talab etilsa, pensiya jamg'armasi xodimlari sizga bu borada yordam berishga majbur. Ular sizga namuna ariza shakllarini taqdim etishlari va qanday to'ldirish kerakligini tushuntirishlari shart. Savollar berishdan cho'chimang. Aniqlik kiritish sizning haqqingizdir. 5 qadam. Jarayonni kuzatib boring. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilishi uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Odatda bu muddat 15 ish kunidan 30 ish kunigacha bo'lishi mumkin. Siz bu jarayonni pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'lib yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidagi My Bokokubuz shaxsiy kabinetingiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Har bir murojaatga sizga identifikatsiya raqami berilishi kerak. Bu orqali siz arizangizning holatini tekshirishingiz mumkin. Agar javob kechiksa yoki sizga noaniq bo'lgan javob berilsa, qayta murojaat qilishdan yoki yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, xalq qabulxonalari yoki adliya idoralariga shikoyat qilishdan tortinmang. Davlat xizmatlari markazlari ham sizga bu borada yordam berishi mumkin. O'z huquqlaringiz uchun kurashing, chunki bu sizning qonuniy haqqingizdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz nafaqaxo'rlar, umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Unutmang, nafaqa tizimidagi o'zgarishlar
sizning moddiy ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan. Ammo bu imkoniyatlardan foydalanish sizning faolligingizga bog'liq. Eski qoidalarga qarab o'z haqingizdan mahrum bo'lib qolmang. Bugungi videoda aytib o'tilgan har bir jihatni diqqat bilan ko'rib chiqing. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa yoki biron bir holat bo'yicha maslahatga ehtiyoj sezsangiz, ushbu video ostidagi izohlarda o'z savollaringizni yozib qoldiring. Men va jamoamiz sizga yordam berishga harakat qilamiz. Ularga imkon qadar tezroq javob beramiz. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotni o'z yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz va do'stlaringizga ham ulashing, chunki bu xabar barcha nafaqaxo'rlar uchun muhim. Zero bu axborot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p nafaqaxo'r o'z qonuniy huquqlaridan to'liq foydalana oladi va ularning hayot sifati yaxshilanadi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling va o'z huquqlaringizni biling.